Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas bölgemiz Urganch shahrimizda aeroportida, ya'ni Ag'abek Sobirovning uyi yonida 2 qavatli hovli joy bilan tanishib o'tamiz. Podkulich holatda yurtlarning fasadlari ham treytiller qilingan, eldilar ya'ni istashga bo'lgan kanalizatsiyadan chiqqan gaz va suvdan muammosi yo'q. Dokument ham 100% tayyor bo'ldi. Tezlar to'g'ri odamlardan bismillah deb kiramiz. Kirgandan koridor joyi bizda ayaktiyle laminat polla qilingan. O'ng tarafimizda radiatorlar, bir de aynan tendam qo'yilgan, aynalar plastik rama, podogolniklar ham o'rnatilgan. Divorlar oboy, polli, mo'yishchi oboyadan qilingan. Chap tarafimizda esa rakonalar qo'yilgan, kafellar qilingan, elektrik avtomatlar ham o'rnatilgan. Hurmatli obunachilar, ajoyib mesafada shahrimizning eng zo'r mesafasi aeroportida Ag'abek Sobirovning uyi yonida 2 qavatli hovli joy, tayyor xonadon, 2 xona yaxshi deyarli 3 nazli zo'r narxda. 2 xona narxini oxirida aytib o'tamiz. Bemalol kelib ustida savdolashib olishingiz mumkin nazli. Nazar qarab qaytib beradi. Ko'p qaytilmaydi. Lestnitsamiz quyma betondan yurtgan pirlalar o'rnatilgan, gilamlar ham döşalgan. Lestnitsamiz tendayning bu yerda nasozlar o'rnatilgan, suvning napori yaxshi bo'lishi uchun aristollar ham bor. Bir de ise sanuzel kısmı işle MDF işleden sanuzelimiz hem tayyor turibdi. Ayak tellari kafil, divorlar kafil bo'lgan, patologlar plastik, bir de mumtoz vannalar qo'yilgan. Registrlar ham bor. Oshxona qismini kuzatib o'tadigan bo'lsak, oshxonamiz yangi fartuqlar qilingan, bir de kanalizatsiya toshchalar, issiq suv uchun toshcha tashalgan. Radiatorlar bor, aynalar plastik, podogolniklar qo'yilgan, rozetka qilchatirlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Bir de dokuntaminatsiya отоплением qo'yilgan sizlar. Yurtgansiz. Tayyor xonadan doğru girib yaşaydigan 2 xona narxida hovli joy 2 qavatli. Ixchamlar solingan, bir yerning zelyoniy zonasi, круглый steshka bo'lgan sizlar. Gulpolak qo'ysangiz ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tayyor xonadan endi 2-chi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Bir de bitişler için rozetka joylari ham tashlab ketilganizlar. 100% hurmatli obunachilar, silikat karishdan solingan birinchi etaj plita, ikkinchi etaj esa og'och bilan bostirilgan. Hurmatli vatandoshlar, lestnitsamiz ham quyma yog'ochdan emas, gilamdan döşab qo'ydilar, chiroyli qilib. Hali hech kim yashamagan. Главный dokumentdan muammo, hurmatli obunachilar, dokument 100% tayyor, to'g'ri odatda. O'ng tarafimizda bir chiqqan spalnimiz bo'ladi. 3x4 razmerda, radiatorlar bor. Divorlar oboyning mo'yishga bo'ladan. Aynalar plastik ramonli. Bir tarafimizda esa zal qismi bo'ladi. Zalimiz 3x6 razmerda tushgan. Hayotlar laminatlar yayilgan. Divorlar bo'y. Aynalar plastik ramonli, radiatorlar ham qo'yilgan. Tayyor xonadan to'g'ri girib yashaydigan, hurmatli vatandoshlar. Orientirni lokatsiyasini, местоположениесini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda aeroportida Ag'abek Sobirovning uyi yonida 2 qavatli tayyor xonadon. Narxi 350 million so'm, ozroq qaytalardan yeri bor, xayrina, hurmatli vatandoshlar. Ko'p qaytilmaydi. 100% silikat karishdan birinchi etaj plita bilan, ikkinchi etaj esa og'och bilan bostirilgan, hurmatli vatandoshlar. Shu yerdan ham e'tibor qiling, xom karishdan emas xonadonimiz. Ham polni tayyor, to'g'ri girib yashaydigan narsa. Narxini aytib o'tdik, 350 million so'm. Kimdir to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilarsa, kelasizlar, ustida ko'rib, zavqini berib, to'g'ri natarsalar ofamiyat tashlasizlar bo'ladi. Hech narsadan muammosi yo'q. Kanallarimizda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, videomizni kengaytirib taqdim uchun sira qo'ldangancha arzon narxdagi xabarlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce deb qolamiz.